Allahu Ekber Allah. Hem sizin için en korkanı şahvat odaşıları dedi. Şahvat, straist gibi nefis odaşıları. Sizin kursaklarınızda dedi. Hem jeli sazlarınızda. Yani kursak diyorsunuz. O indi rizq kılığı, ayet özünün kursağını yapmak, ayet hem ikincisi jeli sazlarınızda hem nefis hava odaşıları dedi. Yani adım kız zina aslında dedi bu İmam Ahmed rivayetindekiler. Hem ikinci bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Kurayş kabilesinin yaşları dedi zina kıldan saklanınız dedi. Kim üzerine jeli sazlarını saklasa bu kişiye cennet olur dedi. Bu hakim rivayetindekiler. Şu an burada aziz kardeşlerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem indegen şu altı nerseye ihtibar verir. İhtibarımızın yönelikte altı nerseye. Şu altı nerseni konuşmaşırır. Hem inşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip kıyamet gününde aytırız. Ya Resulallah, sen aytgan nasihatni dinladim. Ömrüm boyu bütün bilan shu nasihatlarni saqladim. Sen bir cennet vaatlayding. Ayda shafaat qildim sizlarga inshaalloh. Alloh taolo shu narsalarni saqlashga nasib etsin. Subhanalloh va bihamdihi. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Yolgandan saklanınız. Çünkü yolgan kişini başka bozuklıklara ışındırır. Yolgancı kişi o yolgan bilemine tutlanır. O yolganın ortasından bir kup yolsuzlar gelir. Ne için? Koy vakit balalarımız tertip tutsa, kimdir biz kurmaganda da senin olsa, da senin jimirse, nindidir biz riza bulmagan iş kılıp taşlasa, tamamen menfaatette gelip söylemeyler bizge. Şöyle biz aytamiz, dürüstünü aytamiz. Koy vakit balanın aldağının bilip alsa, tege eybirini jimirgenge o kadar koyurmayız. Anın aldağına faydalanız. Hem aytamiz, balan, vatsan olursa olaydır. Ben tekrar kaşında aldağına çünkü onun bu dersine vatığına karayı. Nerseler işler başlarına karayı, senin üzerine karak olduğu dağında bakılır. Şimdi sen bilesin, olduğağındansın, bu dağında zoruna arkadaşlar. Şu an bırak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de yolgandan saklanır. Çünkü yolgan kişini yavuzlukta ötere, yazıklıkta ötere. Yazıklık anı cehennemde ilgilenir. Şu an bırak aldatışı kişi, bu haman şunman, haman bana ahirette cehennemde ilgilenir. Eğer kişi özünün yolganda ruhun devam etse, hem yolganda tutunup yaşasa, Allah Teala başında o kişi yolgancı deyip yazılır. Allah Teala bu kişiye bilgi koyan, bu yolgancı kişi. Hem yolgancı kişi bulup Allah huzuruna qaytgan kişi nişek Allah'ın rahmetini, mağfiretini ömrünü. Şuna göre aziz kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz cennette giresiniz bilse, mima vaxta veriniz dedi. Süz sileseniz aldaşmamız dedi. Hem Müslümanın mana şu yolganga karşı varlığı, şu yolgandan jirenimi, ama yaratma o yolgandan. İşittir, hep şunu olmasız gerekli, yarar Allah'ın Allah'tan muhabbet değil. Yok, bu yolgandan çirkanlara değil. Anın şu yolgandan çirkanlığı, anı hatta uynar, kılıp, şayarıştan vakitte da yolgandan saklanır. Anın imanı, anın takvalığı. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ciddi vakitlerde bırakıp, hatta şayarıştanda da yolgandan saklangan kişilerge cennetinin ortasından yurt vaada edenlikte. Bu hadis Ebu Davud rivayetindekiler şayarlık söylemende de yolgandan saklangan kişiye
ышандырмайды. Agar da saqlamasa. Şuna göre ide hatta xатын bilen oynayıp şayarabız, balalar bilen oynayıp şayarabız. Hatta şu oynagan şayargan vaqtda da Müslüman kişisi yolgandan şiddet olabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oynaydı, bu da şayara karışaydı, lakin şayarganda da bir koşanda yolganda tükürmedi. O her vaqt Resulü'nün. İkinci nasihat, ikinci sıfat, eğer emanetini kabul etse, öz üstüne her sefer emanetini kabul edip olsa, emanetke hıyanet etmesin. Emanet. Adette biz sizin bilen emanet diyeş, göz aldığımız nasihatlik bir kelip, bir ayrı sözlerinde de o dinlidir akşam, belki takımlar var, dinlidir kaderli karazlar, hem kurşun, dostum, duanım, ilk seferge çıkan, yolga çıkan, bir oylar mesinden bu dokumentlarını, bu altınlarını, gümüşlerini kırıp aldırıp, emanet edip kaldıramıyor. Biz yaratıp kabul ettik, bu emanet. Hem bir aydan ol buna gelirken o bizde saklanmak talep var. Şu an Resulü'nü yaşarıp koyasın, havalar bilmesin, başka ziyan bilmesin için sen emanetini saklısın. Eğer de siz Sinan Mallar'dan evlerine bitirese geçip taşlasa, atının geçiş durganda çıkarlarsa şu soruluyor ki havalar yolda taşlasa, sen bile durup emanetini hıyanet edersin. Adette biz emanetini şuraya yapmalıyız. Lakin bu emanetin bir türü, emanetin mevnesi sol. Emanet, iminlik, mümin, iman, nevlarının bütün üstünde olmaları. Şamı, iman dedi şöyle, imanı, emin, emanetli kişi. Yani, emanetinin tanrı koyda şanışlı olur. Şanışlı olur. Надежно его шейтемler. Çünkü sen orada, sen надежный, sen emanetli, sen ona hıyanet etmişsin. Emanet sözü şanışlılıkta koy. Eğer de Müslüman bu sözüne şanlılık bir nersene olsa, bu nersenin üstünde emanet bulup yapar. Hem elen olası turmuşunda öz jilgesine nerselerine vazifa edip aldı, buna şu vazifalarını sağlav, onun üstünde emanet bulup durar. Buna Allah Teala sin əbiyə, sin onağa, qulluğuzda şu bir günahsız sabır balanı tutturdu. Bu bala nəsə? Bu bala senin üstünde emanet. Günlerden bir günde Allah huzuruna qaytaş, sen şu emanetini nişik sakladın, nişik anı bozulmasın, yokka çıkmasın, halak olmasın, cehennemde gitmesin diye niye tıraşlık koydun, terbiye verdin, halal olarak haram mı, fayda yaşadın, niye halaklar cevap verirsin. Çünkü Allah senin üstünde emanet oldur. Ne bu emanet? Sen Əznəvurda yılqa barı Fələn abinin kızını sıradın. Abi, min nadyordi. Senin kızına min yaxşı girdik. Ukrayna sportsinanın kızını aldım. Ətisi, əmisi Uran'dan girgen. Buradan Sinan'ın uğanı bugün. Sinan'ın bir kimdir Uran'dan girgen bir şehitke şanı. Yüzümde biraz imanı var idi, nuru var idi, şanı. Şuşu yürek berelerin, üst bağların kaderler üstürgen 20 yıl boyu kışın, seremetliğin tıpkan şuşu kızların sana emanet edip tapşırdılar. İki tapını başa geçtiğinizde, işte tapını çalıştığınızda buradan kaytaralattım. Bu da emanetine hıyanet. Çünkü sin olduğuna. Sinan'ın kovuk varında şamasa girip kaytaralattım diye olmadı. Şu an buraya koyup kardeşlerden sonra şikoydan, bir şeyden ayrılalardı. Niye şikoydan geç? Ne получилось? Не сошлись характером. Elbette emanetin olmayken sonra gelecek. Sen bir dokumentin almışsın, buraya saklatırlar. Sen ömürlükte dedin inşallah, o dokumentin hazır olur.
Lakin u bitanın yaratgan qizi ham ko'pgina vaqtda biz bilmaymiz narsasi 20 yil qizni o'stiruv. Men o'zimda olayman ishga borasizlar, biz 20 yoshda bo'lmadik. Shunga ko'ra aziz qardoshlar, masalalar ham bu vaqtdan sonra xiyonatga qaytadi. Dalaq xiyonatga qaytadi. Ayashing kishining eng yaratgan zotini olib, ana kelib qaytaradi. Ham shulay bu qiz bolalar seni kuyovga chiqqach, onun üstüne bir hafta emanet olup yatar. Bu uz üstüne aldı. Hem bir aydan benim sizinle kırmızın bilmeyin, benim sizinle ruhsat sorabilirsin bilmeyin, işittirin şu ay yaşayın. İzmini sistemde. Sikiyoga çıktı. Allah'ın kaderi bilen rızalığına girdi. Hem bu şirkene hatun vazifası var. Bir hatun var. Şu an ansızın ne? Hem umumen bizim üstümüzde olan bütün vazifalar var emanet olup. Hem İmam Ahmed o'zining kitabında rivayet qilib Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning so'zlarini keltiradi. Abdullah ibn Mas'ud aytadi, namoz musulmon ustida amanat bo'lib turadi. Tahorat musulmon ustida amanat bo'lib turadi. Chunki namozga kelgan tahorat yo'q. Namozning durust. Namozning sharti tahorat. Tahoratsiz namoz durust bo'ladi. Shunga ko'ra tahoratxonaga tushib badarafda yurishga qo'l yuvib minu namoz qildi. Tahorat amanat dedi. O'lchak, mizon bu amanat dedi. Mana sen bozorga chiqding, baranga sotasizmi, sen ikki sotasizmi, pomidor sotasizmi, qiyam so'g'onni desanglar, yigir sotasizmi? Mana bu sening o'lchavi u amanat. Ya'ni sen bozorga chiqding. Joylarga, moylarga sen tegishli yani si надежный, ышанычлы bo'lgan deydi. Musulmonga sotasizmi, musulmon qo'liga sotasizmi. Shunga ko'ra Abdullah ibn Mas'ud aytdi, bozorlarda o'lchovlar bu amanat dedi. Ham shunday turib, davom sanadi-da, oxirida aytdi, bu ayollardan da muhimrog'i amanat deb o'z iste'mol qilgan narsalar. Ya'ni mana sen biz olmagan sen kimdandir olib turdim, amanat deb ko'rib qo'yarsiz. Mana siz hozirda muhimroq deydi. Shunga ko'ra aziz qardoshlar, kishining amanatli bo'luvi, ya'ni ishonchli, надежный bo'luvi, onun iymonining ko'rsatkichi bo'ladi. Qalbida iymoni bor ekan, demak, aman ishonchli amanatliligiga bo'larga tegish. Tabarani rivoyatida keladi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan, amanati bo'lmaganning iymoni da yo'q degan. Qarabazning deb qolasiz. Sen o'zingni musulmon, sen o'zingni mu'min deb yurmada. Agarda kishilar seni ishonib qo'ysa, agarda sen niyodor ekansan, amanatsiz ekansan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, amanati bo'lmaganning iymoni yo'q dedi. Bu Tabarani rivoyati. Allohga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan vaqtda esa vaqtda siz buzmasin dedi. Narsa bu vaqtda iymon degan so'z. Ya'ni vaqtda kirgan ekan, ani saqlov sening iymoningning bir ko'rsatkichi bo'ladi. Vaqtda bir kishining ikkinchi kishiga kelajakda narsanida bo'lsa ishlayajagini, narsanida bo'lsa amalga oshirishini ishontiruvi. Masalan, men seni 2 kundan oqshomni to'layman, qaytaraman. Ko'p ishladim, 2 kundan, 2 kun, bu vaqtda edi. Ham bu vaqtda sizlarga ish. Men sening bilan bu vaqtda shunda boraman. Qo'yib mana bolalarimiz kelaveradi. Ayda, o'rmonga boraveradi, ayda shunda boraveradi. Allah bersa, 3 kundan boraman. Allah bermadi. Balaga vaqt aytamiz. Allah taolo nasib etmadi. Allah nasib etmadi. Aslida Allah nasib etsin, ishim qarashdi. Adam bolasi vaqtda bergan ekan. Shu shuni ishlayapman deb aytgan ekan. Birinchidan ularni aytira oldidan ularga kelish, ularni ishga bormayapman. Birinchidan. Ikkinchidan, u shu narsani ishlash uchun butun sababni bo'ladi. Agarda sababni qilib kelib chiqmasa, ansib chiqmas.
Lekin agar bu sababni qilmasa, u va'dasini buzgan bo'lib chiqadi. Ham Ibn Hajar rahimahulloh aytadi, hadisda isga olingan va'da bu xayrli ishlarga bog'liq. Chunki qay vaqt kishi yolg'ishib, bir necha onlab ishga sotashib, nodonlik bilan nashar ishga va'da bergan mumkin. Nashar ishga. Mana Alloh bilsa, meni boshqa ishlaman. Aynan. Mana Alloh bilsa, meni qattiq qo'yadi. Mana shu ishlayman. Lekin aslida u onladi, bu vaqtda dars qilmadi. Lekin endi va'da berdim, ularga deyishim yo'q. Ibn Hajar aytadi, hadisda olingan va'da isga olingan, u xayrli ishlarga bog'liq. Ammo yolg'iz ishga berilgan va'dani kirisincha buzib qo'yganlar, balki tiyish vojib bo'lib turadi. Innal hamdalillah nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبعه برشا غلبنا يقتنبط bizni o'zini ko'p ma'no sanasatda sanab qadra olmaslik sifatlarida keng ne'matlarda yashalishi birdan Robbimiz birdan ibodatga loyiq haq ilahimiz bo'lgan Alloh taolaga min shukrlarimiz barcha maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. She'rlarga ko'plarga Alloh taolaning rahmati bo'lib kelgan bizning ishimning qadrini eng suyukli kishi bo'lgan, hatto bizni tug'dirib o'stirgan aytganlarimizdan-da, bola onaklarimizdan ham o'zimizdan-da bizning ishim suyukliroq bo'lgan Allohning elchisini ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Alloh taolaning salomati va salovati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, men o'zimni andalasini sizni taqvoga chaqiraman. Alloh taola Qur'oni Karimda bizga murojaat etayotgan ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih va la tamutunna illa va antum muslimun. Ey iymon keltirgan bandalar, Alloh taolaga tegishli darajada taqvo bo'lamiz. Allohning tegishli amallarini qilamiz. Onun divanlaridan yiroq turamiz. Ham o'zingizning islomimizni tuzatishi, Alloh bilan ikki orani tuzatishi mening huzurimga qo'yilmas. Ya'ni musulmon bo'lmagan holda ular o'rganishdi. Alloh taolo bizni taqvoga chaqirdi. Sizga aziz do'stlarim, bugun sevgili payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning muborak bir hadisini o'qib ketasiz bilan. Ham shu hadisda bo'lgan bugün nasihatlarga to'xtalishim kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan, siz menga 6 narsada va'da berdingiz. Ya'ni 6 narsani saqlang deb ishondiringiz meni. Men sizga jannat bo'lur deb ishondiraman. 6 narsaga va'da bersangiz, men sizga va'da beraman. Sizga Allohning jannati bo'lishadi. Nindi 6 narsa? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sanab ketdi. Agar orangizdan biriga so'z siylasa, aldashmasin dedi. Yolg'onlamasin dedi. Birisi siylasa. İkincisi, agar bir amanatni qabul etib olsa, bu amanatga xiyonat qilmasin. Amanatni saqlasin dedi. Agar kimgadir bo'lsa va'da bersa, uchinchisi
kimgadir bo'lsa narsalardan va'da etsa, va'dasini buzmasin deydi. 4-chi nasihat ko'zlaringizni tishirgizing. 5-chi nasihat qo'llaringizni tiyingiz. 6-chi nasihat jilis a'zolaringizni saqlagingiz. Ya'ni agar biringiz siz siylasa aldamasin, amanatni qabul etsa ama xiyonat qilmasin, agar va'da bersa va'dasini buzmasin, ko'zlaringizni tishirgiz, qo'llaringizni tiyingiz, jilis a'zolaringizni osonlikdan saqlagingiz deydi. Agar biz qarindoshlarim shu 6 nasihatga to'xtalib, Alloh taoladan yordam tavfiq so'rab, shu nasihatlarga ko'z solib, shu nasihatlarga quloq solib, ona turmushimizga boshqarsa, Alloh taolaning elchisi bizga jannatni va'da etadi. Eng birinchi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizni chaqirdi, dillarimizni yolg'ondan saqlaydi. Agar birimiz so'z so'ylasa, aldamasin deydi. Yolg'on adam bolasining tili bilan qiladigan eng zo'r gunohlardan birisi u yolg'on so'zlaydi. Islom har vaqt, har yerda yolg'onga qarshi kurashdi. Ham musulmon kishisi u yolg'onchi bo'lgan deyishdi. Ham sevgili Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam yolg'on so'zlab u kishini tog'inda zo'r yolg'onliklarga, tog'inda zo'r gunohlarga tashlaydi dedi. Ham Buxoriy, Muslim kitoblarida kelgan Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan durustlikka bo'lib deydi. Ya'ni durustlik so'zlaydi. Chunki durustlik kishini izgilikka itadi. Agar kishi har vaqt durust bo'lishga tirishsa, aqoy vaqt bu durustlik sifatli ko'p mashaqqat keltiradi. Boshima ko'p hasrat tushirga mumkin. Sening durust bo'lib, durustini aytib, lekin shu vaqtda musulmon kishisi u durustini aytadi. Ammo Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, musulmonning durustligi ana boshqa izgiliklarga itadi. Ya'ni durust kishining qarshısida Alloh taolo boshqa bir ko'p durustlik ishlarini, xayrli ishlar beradi. Durustlik izgilikka itadi. İzgilik kishini jannatga yetkazadi. Ya'ni durust yo'q, qo'y vaqt ishgina avval bo'lsa-da, Alloh taolo durustlik ortidan bir ko'p xayrli ishlarni, bu xayrliliklar ana jannatga yetkazadi. Yolg'ondan saqlan. Shunga xayrsiz ishga va'da bergansiz ekan, va'dani buzsin. Chunki sening va'daning davr iymonning belgisidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir qort boboyni ko'rdi. Ikki yoqdan miskinni qo'ltiqlab, jitaklab, masjidga ikki qo'l olib keladi. Otda da o'tirtmaganlar, mushakka da o'tirtmaganlar, yerga talaki yo'q. Shuni kitap olib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Nega otamizni indirasiz? Nega uni diragasiga o'tirtmadingiz deb borganman, bilmayman. Shundan so'ng aytadilar, bizning ati on berdi deb, va'da berdi deb, masjidga jo'ya berdi. Shunga ko'ra biz ham va'dasini berdik. Bolalarga da tashaqqa otaga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, "O'zsin va'dasini." Hammani o'tirtirdi. Ya'ni kerakmagan foydasiz aybirda va'da bergansiz ekan, uni saqlab. Shunga ko'ra musulmon kishisining va'dalari xayrli ishlar bo'ladi, hammalarni saqladi. Ibn Rajab rahimahulloh adam bolasining va'dada turmoqni ikkiga bo'ladi. Ikki turli va'dada turmoqni. Birinchisi kishi o'zining va'dasini berganda ishidan oldin o'tamasga niyatlaydi. Mana qo'yib kishiga sen kelasiz, o'zim shuni balki dindagi Alloh saqlasin, kimdir shuni ixtibor etadi. Agarda kimdir ixtibor etgan bo'lsa, kelingiz nasihat beringiz. Lekin o'zim hech qanaqa ixtibor etgan qo'yib kishiga kelasizda, narsalar so'raysiz. Mana ayda shuni birga ishlaganlar, hammasini va'da beradi. Lekin u tugul sinda bilasizlar nima u tugul ularni kim bo'lib biladi. Ayy, lekin mana o'zini yaxshi bo'lib, yig'rak kishilarning sifati bu. Yaxshi bo'lib qolishi
vaqtini buzuvning eng qabahat turi narsa sen vaqtini oldin uzashaqni bilib kelasan. Chunki Rajab oyida shu vaqtni berganda uning niyatidir. Bu vaqtda o'tmas kerak. Mana bu vaqtda buzuvning eng yomoni bunda yolg'on bilan bo'ladi. Chunki bunda ikki maqsad bor. Vaqtda yolg'on kiradi. Har ikkinchi turi vaqtasiz berganda Alloh o'tavli niyatlaydi. Ammo sonundan huzursiz ravishda bozadi. Ya'ni sababsiz ravishda bozadi. Ularning dialogi ammo turli yolg'onlarni, ishga qarabmi, bu vaqtasiz bozadi. Shunga vaqtda buzilgan bular Rabbimizga vaqtda ko'zlarimizni tushiramiz. Hamramda shafaqat sumayasiz ila mana bu Allohning ish sifat yolg'on so'zlar amanatga xiyonat qilib ham vaqtda bersa vaqtida turmoq Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Buxoriy Muslim rivoyatida munofiqning sifati ishdir. So'z so'ylasa oldi, vaqtda bersa uzar, amanatga xiyonat qiladi. Shunga yolg'on so'zlar vaqtlarni buzib, ham amanatga xiyonat qilib, ular bitimizda ikki yuzlilik munofiqlik sifati bo'lib turadi. Alloh subhanahu ko'zlarimizni tushiramiz deydi. Alloh taolo bizga zo'r ne'mat ikki ko'z berdi. Amallarda kishining ko'zlari amal turmushda zo'r ne'mat beradi. Shu qadar zo'r ne'mat, hatto Alloh taolo hadis qudsida aytadi: "Habibatayn, karimatayn." Kishining ikki yaratgan do'stidir. Kishining ikki yaratgan yettashidir. Ya'ni ikki ko'zi. Chunki ko'z Alloh taolaning zo'r ne'mati kimlarning shu ne'matdan mahrum bo'lsalar, Alloh taolo ajrin bersin, jannatni bersin, amin. Lekin kimning ko'zlari salamat, Alloh bildirgan bu qurolni qo'llanarga va izgilikda itoatda, bu qurolni qo'llanarga va yolg'izlikda ham gunohdir. Shunga eng o'z uchun zo'r sinovlarning birisi ul xavrat, shirk xotin-qiz. Shirk ta'rif, ama o'zini tushirib, ana o'rgash o'zini tushirib, o'zini olib, Alloh taolo Qur'oni Karimda qul lil mu'minin dedi. Mu'minlarga ayt, yag'uddu min absarihim, ko'zlarini tushirsinlar dedi. Ko'zlarini tushirsinlar va yahfazu furujahum, ham o'zlarini zinadan saqlasinlar dedi. Nur surasi 30-oyat. Ham qiyomat kunida Alloh boshqa osqash kishining ko'zida, qulog'ida, tilida, oyog'ida javob olacak. Ama ular o'zlarimizdan so'zlayacak. O'zlarimizda so'zlayacak narsalar borligimizdan tanishqana, tillarimizda so'zlayacak, quloqlarimizda. Alloh taolo Isro surasining 10-oyatida inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dirishlikda kishining qulog'ida, ko'zida, ham kishining yuragida barisi bundan qiyomat kunida javob olacak, ya'ni so'roq olacak. Va kaffu aydiyakum, qo'llarimizni tiyamiz dedi. Shulay Alloh taolo bizga bergan zo'r ne'mat, odam bolasining qo'li, oshimiz, tayanamiz, oyoqlarimiz hali bitsa, yig'ilib ketsa, qo'lga tayanamiz, shulay sadaqa beramiz, kishiga yordam beramiz, bolalarimizni, oilalarimizni ushamiz, yo'llarimiz ko'tarib duo qilamiz, sajdaga tushamiz. O'zlarini keltirib tahorat olamiz. Shunday. Ammo lekin musulmon kishining qo'li Alloh saqlasin shayton vasvasasiga berilib, mashaqqat qadar kelgan. Kimgadir nohaqqa qo'l ko'tarib, kimningdir molini olib, shulay kishi xotin-qizlar qo'l bilan ularni harom ishlar ham kishilarga ziyon keltirib. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Buxoriy rivoyatida musulmon kishi qo'l bo'ladi. Onun qo'lidan da tilinden de boshqa kishilar ziyon ko'rmaslar. Agar bir kishi musulmon ekan, demak uning qo'lidan da tilinden de boshqalar ziyon ko'rishadi. Ular diniy o'rgatishlar bizning qo'ldan ham tildan bu Buxoriy rivoyatida hamsin bo'lsa, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, ishimiz a'zolarimizni saqlaymiz dedi. Adam bolasına berilgan bu dunyoda zo'r sinovlarning birisi u ozg'inlikdan saqlanadi.
zinadan saqlanish, chunki har bir kishida shahvat degan narsa bor. Ya'ni salamat erga xotin qiz kerak, salamat xotin qiz erga tortiladi. Ham mana shu shahvatni halol yo'l bilangina qanoatlanadi. Shu shahvat hududlarini nikoh bilangina sindiruv bizning o'shimiz bo'ldi. Albatta, islom Alloh taolo bizga shahvat berdi-da, mana shu yo'lingiz demadi. Yo'q. Chunki Alloh taolo tabiat berdi bizga, tabiiy kuch berdi, shahvat, o'zaytigi sindir shahvatini yo'qqa chiqardi. Yo'q, Alloh taolo narsa nikoh qildi. G'oyilada o'zimizning shahvatlarni sindirdi. Shunga ko'ra musulmon kishisi albatta u sog'lomlikka tegish osonlikdan ham islomga kirgach, nasib yo'ldan kirgach, bu kishiga oraqashi problema bo'ldi. Qo'yib bizga aytadi, "Ey siz adashishga yurishingizda, shukr solib berisizlar." Alhamdulillah. Biz ulay bilganmiz. Biz ulay bilganmiz, balki orada kimdir bordir, menga balki tog'da azaldir, lekin alhamdulillah bir musulmonning da namozga bosib, hali oraqaga kirib qizig'i bergan bo'lgan. Lekin tamaki kirib qizig'i bo'lgan. Lekin ko'pgina musulmonlarda alhamdulillah salamat bizning xotin qizlar o'zlari o'xshaydi. Mana bu sinov albatta biz gazol sinov yurakda yosh bo'ldi. Shunga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'onda biz alkoholik va sarxushlar bo'lib o'tirmiz debdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Qur'onda dunyoga oldidan oqish bo'lamiz. Ham sizning uchun eng qo'rqqani shahvat odoqlari dedi. Shahvat, strast bo'ladi, nafs odoqlari. Sizning qursoqlaringizda dedi, hamjili sarxushlar. Ya'ni qursoq degan so'z o endi rizq qilib, agar o'zingning qursog'ini qiyolmab, agar ham ikkinchisi ishini sarfalaringizda ham nafs havo oladi dedi. Ya'ni xotin qiz zina ostida dedi. Bu Imom Ahmad rivoyatidagilar. Ham ikkinchi bir hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ey Quraysh qabilasining yoshlari dedi, zina qilgan saqlanamiz dedi. Kim o'zining jinis narsasini saqlasa, bu kishiga jannat bo'ladi dedi. Bu hakim rivoyatida keladi. Shunga ko'ra aziz qardoshlarım, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bildirgan mana shu olti narsaga e'tibor bering. E'tiborimizni yo'nalishda olti narsaga. Shu olti narsani unutmaslik ham inshaalloh Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib qiyomat kunida aytamiz. Ya Rasululloh, sen aytgan nasihatlarni tingladim. Umrim bo'yi kishi bilan shu nasihatlarni saqladim. Sen cennet vaktaydı. Edersen Rabbim sallallahu inşallah. Allah Teala şu narsalarni saqlab nasib etsin. Subhanallahi va bihamdihi. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allahu akbar Allah